Assalamu alaikum hammaga. Biz navbatdagi ishlarimizda materiallarni yüklab tayyor etib qo'ydik do'stlar. 2 brigadamiz 2 yere ishga ketadi. Bu mashinamiz Xudo xolasa Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida Navoiy ofiga ketadi. 32 25 20lik 205 qalıqdagi stenkalar turbalardan o'tirib beramiz do'stlar. Her daimgidek dur elimin batareyalarımız, 4 kitaplı kategorilarımız, instrument, zengeler hammasi tayyor. Bu maşinimiz Xorazm viloyati Xonqa tumanına ketadi. Navruz mahallasına boradıq. Mo'ljal Xonqa To'rtko'l yo'lida joylashgan. Bu turbalarımızdan 32 25 20lik 2,5 qalıqdagi stenkali turbalardan o'tirib beramiz. Duralin batareyalar, zengeler, instrumentler, 4 kitaplı kategorilarımız hammasi yüklendi do'stlar. Daha olsa ertang 6:00'da yol alamiz. Kime şimdi kategori radiatorlar gerek olsa bemalol orqaga chiqaverasizlar. 4 kitaplı 2 kitaplı kategorilarımız ham sotuvda bor. Ishki izlardan olib borib tushirib 1 yil garantiyasini berib topshiramiz. Ko'rib kuzatib borasizlar. Rahmat hammaga e'tibor uchun.